Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetlik tüvendiki babını okuyumuz. Ayollarının özünki şu hacetini ada kılış için sırtı çıkışı yani obirine çıkışı hakkında. Bu haqda qanday mezmunlar var? Bu haqda biz to'xtalib o'taylik. Bir nuqtani bir yerda eskartib qo'yaylik bu yerda. Bu İslam dini bu taharet doğrulukmu, hala doğrulukmu gap qildi ekan degandek gapsiz bo'lmasin. Bu İslam dinimiz insanın dünyada duch keladigan cho'ng va kichik hamma jihatdagi ishlarga ayrim duch kelayotgan masalalarga qarata mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, buningga bir yo'l xaritasi chizib bergan. Qanday minishni, qanday qilishni bir o'lcham qilib bergan bir mash'al, bir nuroniy bir yo'l hamda. Shuni bu yerda taharat qilish to'g'riliqmi, cho'ng davlat qurish to'g'riliqmi, Xudo bilan bo'lgan, inson bilan bo'lgan munosabatlar to'g'riliqmi, Alloh subhanahu va taolo va Allohniki payg'ambarlari bu jihatda nihoyatda inchika nuqtalarni tatib insonlarga, bo'lib musulmonlarga buni eskartib berib o'tgan. Bu 146 numaralık bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şundaq deydi. Bizge Yahya ibn Bukayr hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişi deydi bizge Leys hadis sözlep bergen idi deydi. Leys bolsa mana Uqayl Muhammed ibn Muslim ibn Şihab Zuhri'den, bu kişi Urve Ayşe radhiyallahu anhadan hadis rivayet qilib bergen idi deydi. Bu ravilarniki hammasiki tarihi şu Bed'ul Vahiy degan babda bölümde o'tib bo'lgan. Shu yer murojaat qilishinglarni so'rayman. Ayşe radhiyallahu anh'nınki sözü de Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki ayolları kechida manasi degan o'ringa hojat uchun chiqadi deydi. Manasi degan hozirgi Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki qabrisiga salomni berib chiqqandan keyin Udul tarafda Baqi qabristonlik bor. Bu ayni davrdagi Baqi qabristonlikdagi bir do'nglik, bir to'pilik. Şu yani burun manasi deydi. Hazır bu yerda şu Baqi'ninki dairesi kirib ketgan yoki Baqi'ning atrofidagi bir joylar. Baqi hozirga qadar yani shu yerdan qarasak Rasulullohning shu uyisidan chiqib qarasak yani do'nglik bita. İbarettim ketdi va huwa sa'idun afyah. U nayt keng ketgan bir to'pilik idi deydi. Payg'ambarimizning ayollari kunduzi chiqmay kechida ashaga tarat qilib chiqadi kechida. Ömer radhiyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga maslahat berib, ya Resulallah, ayollarni bir chekligan bo'lsa, yo'q chiqmasa debdi-da. Peygamber aleyhissalatu vesselam unda qilmagan edi dedi. Resulullah yani sal jim turgan, sukut turgan. Orliqda Savda bint Zam'a Peygamberimizning ayollaridan bu ayolmi? Boshqa ayollar qarg'a vaqtida uskunlar yo'g'on gavdlik cho'ng ayol ekanda. Ma'lum bir kechasi kechda chiqibdi-da, bu egiz ayol bo'lgan ekan Ömer to'lab, "Ey Savda, biz sizni to'nib qoldik" debdi. Bu Ömerning bu yerda degan gapi bir chiqmasangiz bo'ldi deb payg'ambarimizningki oil tavobotiga bo'lgan bir qattiq yaxshi ko'rganlikdan bu kishi yaxshi odamlar bo'ladi, yomon odamlar bo'ladi, ko'chirgan uchraydi. Bir chiqmasangiz-chi deb da'vat qilgan gapimda. Bu bir hijab oyati tushsa, butun badallarini, yuzlarini yepib, uydan chiqmaydigan bo'lsa deb. Shu maqsad shu Umarniki. Allah subhanahu va taolo shundan keyin oyatul hijobni tushirgan deb, hijab oyatini. Bu hadisda hijab oyatininki mush voqeadan keyin tushganligini debdi. Amaliyotda hijab oyati Zeynep radhiyallahu anh'nınki qissasiga munosabatlik. Buni da inoqroq bayon qilingan. Ammo Umar ibn Xattob radhiyallahu anhu azaldan boshdan bir hijab oyatininki tushishini orzu qilgan. Payg'ambarimizga bir necha qitim Rasululloh tavsiya bergan, maslahat bergan. Lekin haqiqiy tushgan vaqti Zeynep radhiyallahu anhaning voqeasidan keyin. Ammo Savda radhiyallahu anha boshqa rivoyatlarda keltirilishicha
Hicab ayeti tushgandan keyin bu yana sirtga chiqqanda, chiqqan vaqtida yana biz to'nib qoldik deb Umar roziyallohu anhu shuna deganda, Umar roziyallohu anhu hatto talog'im chiqmaslikni orzu qilgan bu vaqtlarda. Şoňla Savd roziyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qishga kirib Umarning degan so'zini yetkazgandan keyin vahiy tushib, o'zinglarning oyitinglarga chiqsanglar bo'ladi degan vahiy tushirilgan. Demek bu yerda hijab oyati mushu Savdga gap qilgan vaqt bilan Zaynab roziyallohu anhaning voqeasi oraliqi tarixiy paytda yaqin zich bosqich bo'lg'achqa hijab oyatining tushganligi ma'o Savd roziyallohu anhaniki voqealigidimi qayd qilingan. To'g'risi Zaynab roziyallohu anhaniki voqeasiniki. Biz bu hadisdan ham ayollarniki o'ziniki ehtiyojiga haj uchun o'zi chiqsa bo'lganligi, bunga cheklim yo'qligi chiqib turyapti. Hatta buni Umar roziyallohu anhu to'saq kuchigan bo'lsa-mu, Alloh taolo yana ruxsat qilgan. Yana bir tarafdan ham Umarniki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning va Rasulullohning oil tavobatini naqadar yaxshi ko'rdiganligini bu mazmunlardan ko'rib turyapmiz. Uningdan boshqa 147-numurlik bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Zakariya hadis so'zlab bergan edi deb shunaqlaydi. Undaqda Zakariya degan kishi kim bo'lsak, Zakariyaning ismi Zakariya ibn Yahya ibn Solih al-Lu'i, kunyasi Abu Yahya. O'zi Balaxlik tigi. Balax Afg'onistondagi hozirgi Kabul atrofida. Balax ayni vaqtda cho'ng bir iqlim hamdi u. Shu ayni davrninki faqih, katta allomisdan, cho'ng büyük hafiz, muhaddislardan sanaladi. Bu zat 230-yili Bag'dodda o'lib ketganligi va qabrsiniki shu yerda dafn qilinganligi xotirlangan. Bu kishi deydi bizga Abu Usama hadis so'zlab bergan edi deb shunaqlaydi. Abu Usama'ningki ismi Hammad ibn Usama. Bu kishiningki tarjimali boshda o'tgan. Uningdan boshqa Abu Usama Hisham ibn Urvadan. Hisham ibn Urva ibn Zubayr. Yani Zubayr ibn Avvamniki nevrisi, Abdullah ibn Zubayrning jiyani bo'ldi. Tarjimali o'tgan. Bu kishi dadisidan hamda. Biz necha qatim ta'kidlab o'tdik. Ko'pincha bu ayni vaqtdagi olimlarniki ilmini taqatgan kishilar o'ziniki jamiyati, o'zining oilasidagilar ko'proq kuchigan. Bu biz bugungi kunda biz o'rganish tegishli bir tema. Dada yoki ona o'zining bolalariga ta'lim tarbiya berish uchun avval o'zi bilish kerak. Bilmagan narsani o'rgatgili olmaydi. Bilmagan narsani degili olmaydi. Demak, bir ota-ona bo'lishdan burun ota-ona bo'lish loyiq sifatlardan, ya'ni ilm sifat muhim bu yerda. Bu kishi Urvat ibn Zubayrdan dadasidan rivoyat qilyapti. Urvat ibn Zubayr onasining singlisi, ya'ni Asma bint Abu Bakr Siddiqning singlisi Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilyapti. Aisha anamiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, Rasululloh mundaq degan: Alloh taolo sizlarning hojatga chiqishinglarga ruxsat qildi dedi. Sirtga chiqishinglarga ruxsat qildi. Chunki endi Baqi qabristonligi bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uyining oraliqi 300 metrdan 500 metrgacha oraliq. Ya'ni bular nayt yiroq yerga borib tarat qilib kildimda. Bu yerdagi bir lug'atni eskartib qo'yaylik. Bu yerdagi baroz deb ba'ning fathasi bilan kelsa, bir kang dalin ko'rsatadi. Agar beroz deb zirlik lug'at bilan kelsa, shu odamniki maqatdan chiqqan cho'ng taratni ko'rsatadi. Aisha radhiyallohu anhaniki deyishcha, biz shu ayni vaqtida o'birni o'rinlashtiribganda uyga kichik qilib. Lekin biz bir xil ichimiz siqilib, huzur ololmaydik deydi. Bir xil azarlik his qilatdik deydi-da. Endi ta puraydi, uning issiq diyorlar chivin bo'ladi. Shuning bilan biz o'sha manosiqqa chiqishni yaxshi ko'ratdik deb bu yerda hamda bularni uyga qamab qo'yishdan o'zing hojatiga chiqsa bo'ldiganligi haqida Alloh subhanahu va taolo vahiy orqali bu yerda ko'rsatib bergan. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.